Assalomu alaykum, hurmatli otaxonlar va onaxonlar, aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga shunday bir yangilik haqida gapirib beramanki, u har bir nafaqaxo'rning tinchini buzishi, ularni chuqur oyga toldirishi shubhasiz. Agar siz nafaqa olib, shu bilan birga biror joyda rasman ishlayotgan bo'lsangiz, bu video sizning kelajagingizni to'liq o'zgartirib yuborishi mumkin bo'lgan ogohlantirishdir. Hali hanuz quloqlarim ostida yangrayotgan xabarlar borligini aytsam, mubolag'a bo'lmaydi. Oliy Majlisda birinchi o'qishda qabul qilingan deputat Qodirovning bu munozarali qonun loyihasi tom ma'noda ishlayotgan har bir nafaqaxo'rning dahshatli tushiga aylanishi mumkin. Tasavvur qiling, agar siz nafaqa olib, rasman, hatto arzimas bir so'm uchun bo'lsa ham, farrosh yoki qorovul bo'lib ishlasangiz, davlat sizning nafaqangizni 100% ga tortib oladi. Deputatlar shunday fikrda, agar qo'lingizda supurgi ko'tarishga kuchingiz yetsa, demak, siz davlat yordamiga muhtoj emassiz. Nahotki shuncha yil jon kuydirib ishlagan, oilasiga, vataniga sidqidildan xizmat qilgan, yoshi ulug' insonlarimizning mehnati shunchalik arzon baholansa. Nahotki keksa yoshdagi bir insonning o'ziga toq yashashi, oilasi ro'zg'origa ozgina bo'lsa ham hissa qo'shishi ayb sanalsa. Bu adolatdanmi? Bu qonun loyihasi meni shu qadar gazablantirdiki, hozir gapirishga ham so'z topolmayapman. 100%. Butun nafaqangizdan ayrilish. Oddiy, halol mehnati bilan tirikchilik qilayotgan odamdan uning og'ir mehnati evaziga topgan pensiyasini tortib olish. Qanday dahshat bu? Hurmatli yurtdoshlar, ko'pchiligingiz bilasiz, bizning jamiyatimizda keksalarga bo'lgan hurmat, ularning qadriga yetish azaldan qon-qonimizga singib ketgan. Bolaligimizdan buvlarimizning, bobolarimizning duosini olib ulgayganmiz. Bugun esa ba'zi amaldorlar mana shu muqaddas qadriyatlarimizga qarshi chiqqanday tuyulmoqda. Keksa yoshga yetgan inson, o'zining umri davomida halol peshona teri bilan topgan pensiyasiga qo'shimcha daromad qilish uchun arzimas bo'lsa-da, biror ishda ishlashga majbur bo'lsa, bu birinchidan, uning tirikchiligini yaxshilashga intilishi. Ikkinchidan, o'zini jamiyatga kerakli his qilishidir. Ko'pchilik otaxon va onaxonlarimiz nafaqaga chiqib ham bolalari, nabiralari yukini yengil qilishga harakat qilishadi. Ularning qanday sharoitlarda, qanday azoblar bilan yashaganliklarini, qanday mashaqqatli mehnatlar bilan bolalarni katta qilganliklarini kim ham biladi. Shu yoshga yetganda ham birovga qaram bo'lmay, o'z kuchi bilan bir so'm topishga intilayotgan odamdan uning eng asosiy daromadini tortib olish, bu chinakamiga fojia emasmi? Bugun men sizlardan bir narsani so'ramoqchiman. Siz necha yil ishlaganliklaringizni, aynan qaysi sabablarga ko'ra nafaqada bo'lsangiz ham ishlashga majbur bo'lganingizni izohlarda yozib qoldiring. Bu sizning shaxsiy hikoyangiz orqali biz bu qonun loyihasining naqadar ayanchli ekanligini ko'rsatishimiz mumkin. Sizning har biringizning hikoyangiz muhimdir. Sizning qancha vaqt davomida, qanday kasblarda ishlaganliklaringiz, farzandlaringiz uchun, vatan uchun qanday fidokorliklar qilganliklaringizni bu yoshda ham og'ir mehnat qilib, o'z haqqini topishga intilayotganingizni yozing. Shu orqali biz bu yerda davlatga murojaat qilayotganimizni, ularning fikri noto'g'ri ekanligini isbotlashimiz mumkin. Azizlar, bu kabi muhim huquqiy o'zgarishlardan xabardor bo'lib borish, huquqlaringizni himoya qilish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Agar obuna bo'lmasangiz, bu kabi hayotiy ahamiyatga ega ma'lumotlarni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Biz esa o'z navbatida har bir yurtdoshimizning huquqini himoya qilishga bel bo'klaganmiz. Avvallari vaziyat boshqacha edi. Na ishlagan pensionerlardan pensiya tortib olinardi, na ularning daromadiga ko'z olaytirlar edi. Odamlar nafaqaga chiqib ham imkon qadar o'ziga yoqqan, jismoniy holatiga mos keladigan ishda ishlab, oila budjetiga hissa qo'shishardi. Kimgadir nabiralarning o'qishiga yordam berish kerak, kimdir farzandining uyiga qo'shimcha ro'zg'or qilishi zarur, kimdir esa shunchaki o'zini foydali his qilishni xohlaydi. Bizning jamiyatimizda qariya degani uyda o'tiradigan odam degani emas. Aksincha, ular tajriba manbai, maslahatgo'y, oilaning tayanchi. Ko'plab onaxonlarimiz mahallalarda turli jamoat ishlarida faol qatnashadi, qo'ni-qo'shnilarga yordam berishadi, to'y-ma'rakalarda bosh-qo'sh bo'lishadi. Otaxonlarimiz esa mahalla oqsoqollari sifatida yoshlarga o'rnak bo'lishadi. Mo'ysafidlar kengashlarda qatnashib, mahallani obod qilishga hissa qo'shishadi. Ularning bu mehnati hatto ramziy maosh bilan taqdirlansa ham, bu ularning shuncha yil ishlaganligi uchun olinadigan pensiyasini to'liq tortib olishga asos bo'la oladimi? Qaysi mantiqqa to'g'ri keladi bu? Men buni qanday tushunishni bilmayman. Endi esa hozirgi vaziyatga qaytsak.
Qodirovning qonun loyihasi deya nomlangan bu hujjat rasmiy ish o'rniga ega bo'lgan barcha nafaqaxo'rlarga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Bu nafaqat ularning moddiy ahvolini yomonlashtiradi, balki ularning ruhiyatiga ham salbiy ta'sir qiladi. Tasavvur qiling, yoshiga yetib, halol mehnat qilib, o'ziga munosib pensiyaga chiqqan odam oilasining ogirini yengil qilish maqsadida, masalan, o'zining eski kasbi bo'yicha kichik bir korxonada buxgalter bo'lib yoki maktabda kichik bir mutaxassis bo'lib ishlaganida, uning shu ishi uning pensiyasini 100% ga yo'qotishiga sabab bo'lsa, bu mutlaqo girromlikdir. Afsuski, bugun biz aynan shu kabi holatlar haqida gapiryapmiz. Xo'sh, qaysi toifadagi nafaqaxo'rlar xavf ostida? Rasmiy ravishda mehnat shartnomasi asosida ishlaydigan barcha nafaqaxo'rlar, hattoki minimal ish haqi evaziga bo'lsa ham xavf ostida. Masalan, bir necha 10 yillar davomida zavodda ishlagan, hozir esa nafaqaga chiqqan 70 yoshli Qodir aka o'g'lining oilasiga yordam berish maqsadida mahalladagi do'konda qorovul bo'lib ishlaydi. Uning oyligi bor yo'g'i 1 million so'm atrofida, pensiyasi esa 2 million so'm. Bu qonun loyihasi qabul qilinsa, u 2 million so'mlik pensiyasidan to'liq ayriladi va faqat 1 million so'm bilan qolib ketadi. Bu adolatdanmi? Uning butun hayotini fido qilgan davlat endi unga shunday qilib minnatdorchilik bildiradimi? Yoki mana 65 yoshli Nazira opa. U butun umri davomida bog'chada tarbiyachi bo'lib ishlagan, o'nlab, yuzlab bolalarning onasi bo'lgan. Hozir nafaqaga chiqqan bo'lsa-da, nabiralari uyda dars qilishiga yordam berish, bolalarning ro'zg'origa ozgina bo'lsa-da foydasi tegishi uchun qo'shni maktabda to'garak rahbari bo'lib ishlaydi. Uning maoshi ham juda oz, pensiyasi esa uning asosiy daromadi. Agar bu qonun qabul qilinsa, u ham pensiyasidan mahrum bo'ladi. Endi u qanday yashaydi? Nabiralariga qanday yordam beradi? Axir bizning jamiyatimizda keksalarning mas'uliyati hali tugamaydi-ku. Ular bolalariga yordam berishadi, to'y-ma'rakalarga hissa qo'shishadi, kasal bo'lganda davolanishga harakat qilishadi. Bu qonun bilan ularning barcha imkoniyatlari toraytiriladi. Lekin ba'zi toifalar uchun biroz o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Misol uchun, nogironligi bor nafaqaxo'rlar yoki boquvchisini yo'qotgan oilalar a'zolari uchun pensiya miqdorida sezilarli o'zgarishlar bo'lmasligi mumkin, chunki ularning moddiy ahvoli boshqacha mezonlar bilan baholanadi. Ba'zi ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun esa davlat tomonidan qo'shimcha yordamlar ko'rsatilishi kutilishi mumkin. Biroq bu har qanday rasmiy ishga joylashgan oddiy nafaqaxo'rning pensiyasini tortib olishdek vahshiyona qonun loyihasining qoplamasidir, xolos. Afsuski, bizning jamiyatimizda keksalikka erishish degani bemalol farovon hayot kechirish degani emas. Ko'pchilik otaxonlarimiz va onaxonlarimiz nafaqaga chiqqandan keyin ham tirikchilik tashvishida. Qishloqlarda yashayotgan bir keksa dehqonni olsak, u butun umri davomida paxta dalalarida ter to'kkan, yerga mehnat bergan. Hozir nafaqada, lekin o'z hovlisida ozgina sabzavot ekib, bozorda sotib, ro'zg'origa qo'shimcha qiladi. Uning bu mehnati ham davlat tomonidan daromad deb hisoblanib, uning pensiyasi tortib olinishi mumkinmi? Axir bu uning tirikchiligi-ku. Bu o'zbek dehqonining azaliy qadriyati-ku. Bu insonlar o'z umrlarining gullagan davrini vatan taraqqiyotiga bag'ishlashgan. Bugun ular qariyalar uyiga borib o'tirmay, o'z oilasi davrasida, el-yurt orasida yashab, mehnat qilishga harakat qilishsa, buning nima yomon joyi bor? Nahotki biz mana shu insonlarning qadrini bilmasak? Nahotki biz ularning hayotiy tajribasidan, aql va idrokidan foydalanmasak? Axir bizning madaniyatimizda oqsoqolning, onaxonning so'zi hukm, ularning duosi panoh hisoblanadi-ku. Mana shu qonun loyihasining g'oyasi aslida xuddi shunday: siz qariysiz, uyda o'tiring, sizga ish kerak emas. Agar ishlayotgan bo'lsangiz, biz sizni o'zimizga toq deb bilamiz va davlat yordamiga muhtoj emassiz deb hisoblaymiz. Bu qanchalik adolatsiz yondashuv. Axir yoshi ulug' kishining ishlashi bu shunchaki o'ziga toq bo'lgandan emas, balki ko'pincha hayotiy zaruriyat tufayli bolalarning, nabiralarning kelajagi uchun, kasallik paytida davolanish uchun, hatto oddiygina mahalladagi to'y-ma'rakalarga hissa qo'shish uchun ham bo'lishi mumkin. 60 yoshdan oshgan, qo'lida tayoq bilan yurgan bir otaxonni tasavvur qiling. U kun bo'yi qorovulxonada o'tirib, uyiga 500 ming so'm olib borsa, bu uning 100% nafaqasini tortib olishga arziydigan sabab bo'ladimi? Bu pullar bilan u o'ziga dorilar sotib oladi, ro'zg'origa arzimas narsalar oladi, nevaralarining maktabiga, kiyimiga 1 so'm qo'shadi. Endi uning bu imkoniyatlari ham cheklanyapti.
Bu insonlarning yelkalaridagi og'ir yuk yanada og'irlashadi. Mahallalarda ham ahvol og'irlashadi. Chunki keksalarning moddiy ahvoli yomonlashsa, ularga mahalliy xalqning yordami ham yetarli bo'lmay qoladi. Axir hamma o'ziga yarasha yashayapti. Davlat shu darajada ham o'z fuqarosini qadriga yetmaydimi? Men sizlardan so'ramoqchiman, aziz otaxonlar va onaxonlar, sizlar hozirda qaysi sabablar tufayli ishlashga majbursiz? Qaysi xarajatlaringizni pensiya to'la qoplamaydi? Shu yangi qonun qabul qilinsa, sizning hayotingiz qanday o'zgaradi? Bularni ham izohlarda batafsil yozib qoldiring. Sizning har biringizning tajribangiz, fikringiz juda muhimdir. Xo'sh, bu vaziyatdan qanday chiqish mumkin? Birinchidan, agar bu qonun loyihasi 2 va 3 o'qishlarda ham qabul qilinib, kuchga kirsa, rasmiy mehnat faoliyatingizni qayta ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Agar sizning rasmiy ish joyingiz bor bo'lsa va u yerda rasmiy maosh olsangiz, pensiya jamg'armasi sizning pensiyangizni to'liq to'xtatib qo'yish huquqiga ega bo'ladi. Bu holatda sizga bir nechta variantlar mavjud bo'lishi mumkin. Birinchisi, rasmiy ish joyingizdan voz kechish va faqat pensiya bilan kun kechirish. Lekin bu ko'pchilik uchun juda og'ir bo'lishi mumkin, chunki pensiyaning ozi yetarli emas. Ikkinchisi, norasmiy mehnat faoliyatiga o'tish. Ammo bu holatda siz mehnat qonunchiligi himoyasidan mahrum bo'lasiz. Hech qanday ijtimoiy kafolatga ega bo'lmaysiz va kelajakdagi qo'shimcha nafaqalarga umid qila olmaysiz. Bu variantni tanlashdan oldin barcha risklarni hisobga olish kerak. Uchinchisi, advokat bilan maslahatlashish. Agar sizning mehnat shartnomangizda noaniqliklar bo'lsa yoki sizning ishingiz pensiya jamg'armasi tomonidan noto'g'ri baholanayotgan bo'lsa, malakali yurist yordami zarur bo'ladi. Bizning ofisimizda sizga bu borada aniq va to'g'ri huquqiy maslahatlar berishga tayyormiz. Har bir holat o'ziga xos bo'lgani uchun umumiy tavsiyalar har doim ham to'g'ri kelavermaydi. Shuning uchun shaxsiy maslahat olish juda muhim. To'rtinchidan, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish. Biz advokatlar, fuqarolik jamiyati institutlari bilan birgalikda bu kabi adolatsiz qonun loyihalariga qarshi kurashishda davom etamiz. Sizning ovozingiz, sizning izohlaringiz, sizning noroziligingiz davlat organlariga yetib borishi kerak. Har bir fuqaro o'z huquqini bilishi va uni himoya qilishi shart. Mahallalarda, ijtimoiy tarmoqlarda bu muammo haqida ko'proq gapirishimiz kerak. Bu qonun loyihasini qabul qilishdan avval deputatlar xalq bilan, ayniqsa bevosita nafaqaxo'rlar bilan muloqot qilishi shart edi. Ularning fikrlarini, takliflarini eshitishi kerak edi. Ammo buning o'rniga birinchi o'qishda uni proteyli, ya'ni majburan o'tkazib yuborishdi. Xulosa qilib aytganda, hurmatli yurtdoshlar, bu qonun loyihasi bizning jamiyatimizdagi keksalarga nisbatan adolatsizlikning yorqin namunasidir. U davlatning ijtimoiy majburiyatlarini unutganligini ko'rsatmoqda. Nahotki bizning keksa avlodimiz umrining eng gullagan davrini vatan taraqqiyotiga bag'ishlagan bu insonlar hozirda nafaqaga chiqqanida ham o'zining ozgina qo'shimcha daromadi tufayli asosiy tirikchilik manbai bo'lgan pensiyasidan to'liq mahrum bo'lishi kerak. Nahotki biz o'z qadriyatlarimizni, keksalarga bo'lgan hurmatimizni shu qadar unutib yubordik. Sizning fikringizcha shuncha yil jon kuydirib ishlagan, nevaralariga bir shirinlik olish uchun, kasal bo'lsa dori-darmoniga pul topish uchun qo'lida supurgi tutib yoki qorovul bo'lib ishlab kun kechirayotgan insonlarimiz haqiqatan ham davlat yordamiga muhtoj emasmi? Bu adolatdanmi? Bu savollarga javob berishni sizning o'zingizga qoldiraman. Izohlarda o'z fikrlaringizni albatta yozib qoldiring. Unutmang, sizning har biringizning ovozingiz juda muhimdir.